Merkezi Halk Radyo Stansiyasının Beyjing'den berip atkan programmasi. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizda anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Farhod Jilonning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Oldimizga bo'ri chiqdi. Bu yaxshilikning alomati. Qadimgi ajdodlarimizni ko'k bo'ri nijotlik yo'liga boshlab mangandek ish bo'ldi. Endi safarimizning qutlug' bo'lishida shak yo'q. Topg'aç degan topg'aç, biz degan turk. Bizning o'zimizdan tutgan yo'limiz bor. Bizning e'tiqodimiz boshqa. Padişahimiz Sozun Alilri o'zining orzuliq qizini sizlarga yotliq qilish orqali do'stligimizni yanada kuchaytirmoqchi bo'ldi. Tangri o'g'li Xanshenzunga bo'lgan cheksiz sadoqatimiz bilan jon familiyaliklar jamiyatini yo'qitib, o'rnini qutqizish uchun yurish qilyapmiz. Ushtumtu qirg'izlar kelib qoldi. Biz qo'shinlarimizni birlashtirib jangga chiqaylik. Hozirgi birinchi ishimiz jang qilish. Tatmish so'qdi karvoniga qo'shilib ketayotganiga 20 kundan oshdi. U goh atrofdagi tuzlang va idirlarga zerikishdan maqsadsiz qarab qo'yadi. Goh chilam to'riq etining pokiz yuyib taralgan yog'iga qarab xiyol suradi. U hamon o'sha o'ti yomon odar qizni o'ylaydi. Shu Chang'an degan shaharga tezroq yetib borsak bo'ladi. Chang'anga beribla ot va egar jabduqlarimni yepak raxt va ozroq oltin kumushga tegishib qo'ysam, to'yning tayyorligi bitadi. Shundoq o'ylagan seri uningga karvonbek osti ilgirlayotgandek tuyuladi. Boyaka, tezroq menishqi bo'lmasmi? Dedi u karvonning beshida ketayotgan mo'ysibit so'g'di savdogarga yondashib kelib. Karvon deganning menishi mushofkam. Otlanimi to'gining yurishiga soladigan gap. Karvon jimjit dalida janubga qarab qadam-qadam siljamoqda edi. Eng oxirgi to'gining bo'yniga esilgan ko'ldirmaning bo'g'iq sadosi va oralab otlarning pushqurishlaridan boshqa hech nima anglanmaydi. Yonlarga qilich, xanjar osgan 10 necha qo'riqchimi birdam naqshi aytib, yana birdam chaqchaq qilishib serikdi. Hey, qaranglar! Yosh bir qo'riqchi yon tarafdagi edirliqni qo'li bilan ko'rsatdi. Edirliq ichidan bir to'p otliq chiqib kelyotdi. Karvon ahli tashvish bilan ularga ko'z tikdi. Soni 20 dan oshdi ekan. Oppa! İşte chatoq chiqdi. Ras chatoq bo'ldi. To'satdan paydo bo'lgan notonish chavandozlar qilishlarini yalang'ochlab alpozini buzgan holda chuqan suran selib karvonga itildi. Karvon qo'riqchilarimi darhol ot choptirib berib, ularning oldini to'sdi. Po'lattiqlar bir-biriga urildi. Ot tuyoqlarining do'pirlashlari, odamlarning kuchinib qilich urgandagi hayt-hayt deb varqirashlari jimjit tolining uyqusini buzdi. Qutatmish xuddi ko'chman xalqlarning ichidagi har qanday bir erkakka o'xshashla kichkinin tortib qilich, nayza, o'qiya ishlatishni o'rganib o'sgan edi. Lekin haqiqiy dushman bilan tig'mi-tig' elishib, qon to'kib jang qilishni texi ko'rib boqmagan edi. Shundaqdimi u qilchi ishkilanmasdan karvon qo'riqchilari bilan bir qatorda qaroqchilarga zarba berdi. Chang'an shahriga tezroq yetib berib, odar qiz uchun to'yliq hozirlab qaytishdan iborat o'tliq orzu uning g'ayratiga g'ayrat qo'shib turadi. U o'zining bu qalaymaqon chepishishda o'lib ketish mumkinligini o'ylamadi va jon jahli bilan qilish urib, qaroqchilardan ikkisini yiqitdi. U qaroqchilarni tezroq yo'qotishni yoki ularni tezroq qo'g'lab o'tishni o'ylaydi.
lekin hashpash deguncha qo'riqchilardimi bir nechtasi halok bo'ldi. Qaroqchilar son jihatdan ko'p bo'lg'achqa oxir ustunlikni egalladi. Ularning ba'zilari tirik qolgan qo'riqchilarni qo'g'lab ketishdi. Ba'zilari o'rkib ketgan tugularni yig'ib haydagili turdi. Qutatmish yuragi etishgan holda qaytishga majbur bo'ldi. 3 qaroqchi uning keyinidan qo'g'lab kelmoqda edi. Dal shu chaqda qechib ketayotgan Qutatmishning oldi tarafidan, ya'ni janub tarafdagi edirlar orasidan tug' alamlarni ko'tarishgan zo'r qo'shin chiqib keldi. Hammasi kun nurida parqirab turadigan savut dubulg'alarni kiyishgan. Otlari xil bo'lib, butun qo'shin intoyin hayvatlik va surlik ko'rinadi. Ularni ko'rib Qutatmishmi, uni qo'g'lab kelayotgan qaroqchilarmi dong etib to'xtab qolishdi. Qutatmish yiqilib kelib qolgan qo'shinga diqqat qilib qarab oldi-da, bular ko'ktiriklarkan degan hukmni ko'nglidan o'tkazdi hamda etining beshini boshqa yoqqa burab yana qochdi. Qaroqchilarmi vayron qilingan karvonni tashlab o'lar tirilishiga qaramay badar qochdi. Qo'shindagi bir bo'lik uchqur chavandozlar sapdan ayrilib chiqdi-da, Qutatmish va qaroqchilarni qo'g'lashga tushdi. Qutatmishning putlari tom va pakarroq kelgan chilan to'riq eti uzun yo'lga chidamliq bo'lsa-mu, ancha yugurik emas edi. Qo'g'lug'ichilar ko'p avori bo'lmaylar uningga yetishib oldi. Ulardan biri qil orqandan tayyorlangan salmani beshining ustidan aylantirib kuch bilan otdi. Ustalik bilan tashlangan salma chilan to'riq otning bo'yniga tushdi. Qutatmish o'zini o'ngshib olguncha bo'yni bo'g'ilib qartildab qolgan ot bardoshlik berilmasdan yerga yiqildi. Tugashdim degan o'y chaqmoq tezligida Qutatmishning meng'isini bir ko'ydirib o'tib ketdi. U yerga yiqilganicha qo'polmadi. Uning bir puti yiqilgan etining ostida qolgan edi. Qo'g'lab kelgan chavandozlar uning putini otning tegidan tartib chiqarishdi va boya salma qilingan qil arqon bilan uning qo'llarini keyniga qayrib bog'lashdi. Birini tirik tutdik. deb ma'lumot berdi ulardan biri bo'yliq oq arg'amoqqa minib bu yerga yetib kelgan boshliqqa. Qutatmish nemish bo'lib ketayotganligini uqolmay shu boshliqqa ko'z tikdi. Bu boshliq kelishgan, so'latlik odam edi. Egiz bo'yliq, bug'doy o'nglik, qari qashliq, qo'ngsharliq, qo'yuq o'sgan ko'tmak saqiliga onda-sanda oq sanjishga boshlagan edi. So'zin ranglik tovar pashmat ustidan qosroqliq po'lat savut, beshiga so'sar tomoq kiygan. Oq etining egar to'qimlari kumush bilan bezitilgan bo'lib, bir qarashdalar bu kishining yuqori darajalik mansabdor ekanligini ko'rgili bo'ladi. Qutatmish edirliqlardan chiqib, bu kang dalaga yeyilib ketgan otliq askarlarga ko'z yugurtdi. 10 mingdan oshidi ekan. Shu asnoda qaroqchilarni qo'g'lab ketgan bir to'p chavandozlar qaytib keldi. Yana birini tirik tutdik. Qo'llari bog'langan yosh qaroqchi Qutatmishning yeniga to'xtatib qo'yildi. Char soqolliq bir sarkarda yiliga oq arg'amoq mingan yuqori darajalik mansabdorning oldiga kelib etini to'xtatdi. Allushan janoblarga ma'lum bo'lg'ay. Mono ikkisidan boshqa hammasi o'ldi. Karvondagi barliq ot va tugular yig'ib olindi. Allushan etini devitib, ikki tutqunga yaqinroq keldi. Sizlar nima odam? Nega ketayotgan? Yosh qaroqchi beshini teximi tovanrak egib mukchiyib qoldi. Qutatmish aksicha Allushanga umid va ishonch bilan tik beqib qaradi. Men Chang'anga ketayotgan yo'lovchi Sodi karvoniga qo'shilib olgan. Mush yerga kelganda bu qaroqchilar bizga tuyuqsidan hujum qildi. Demak, bu karvon ishkonlarning emas ekanda. Shundoq, meningmi emas, bu qaroqchiningmi emas. Sening qaroqchi emasligingni kim isbotlab bera oladi? Qutatmish mangdab qoldi. Mana, uni da so'rab beqinglar. Men buning qanday odam ekanligini bilmayman. Demak, har ikkinglar bu karvonning egilari emaskansizlar-da. Qaroqchi bu savolga javob bermay, yana beshini sangilatdi. Qutatmish yana umid bilan so'zladi. Karvon mening emas, lekin bu karvonda mening mollarim bor.
Yo'lda Xitoylarning qo'shinini uchratdinglarmi? Yo'q. Uyg'ur qo'shinini uchratdinglarmi? Yo'q, uchratmadik. An Lushanning yenida turgan sarkarda qo'lini shiltib payva qildi. Hey, rast gap qil. Bo'lmasa kallardan ayrilsan. Bayatdan beri suvon surmay turgan qaroqchi bu gapni anglab qo'rqib ketdi. Rast ko'midoq. Xitoylarnimi, Uyg'ur qo'shinini ko'midoq. Rast. An Lushan sarkardaga qaradi. Ularni etmanglar. Avu biri rast qaroqchidek turdi. Lekin avu karvonda milim badigini Uyg'urlarning oyoqchisi bo'lishi mumkin. Bu chaqda Qutlug' Yabg'u qo'mondonligidagi Uyg'ur qo'shini Qitan elchilarining yo'l boshlashi bilan An Lushan bosh-boshdoqlik qilib yurgan yerlarga yaqin kelib qolgan edi. Qutlug' Yabg'uning ayg'oqchilari An Lushan qo'shinini ko'rganligidan xabar berishdi. Mushiyada bargoh qurib harduq chiqirayli, qo'shinni radga solayli. Deb maslahat berdi Tüpek olib shul. Qutlug' Yabg'u gap qilmasdan otdan tushdi. Bu uning maslahatga ko'nganligini bildirdi. Chedirlar tikildi. O'choqlar yasilib, qozonlar esildi. Maslahatchi Tüpek olib shul qo'mondonning yipak chediriga kirganda, Xonzoda Qutlug' Yabg'u oldidagi oq shoyi dasturxonga qo'yilgan kumush legandagi qo'y go'shini yeb, cho'chakka qo'yilgan uzum sharobini ichib o'ltirdi. Maslahatchi kirganda u qopqini ochmay qarab qo'yish bilan cheklandi. Uni dasturxonga taklif qilmadi. Tüpek olib shul uning bundoq to'ng va qo'pol xuyiga ko'nib ketgan bo'lg'achqa udul kelib dasturxonning yeniga o'ltirdi. Chesakchilarni o'rinlashtirib, bargohni bir qur tekshirib chiqdim, dedi u va yenidan pichqani chiqarib, kumush leganga dovlab selingan go'shtni kesib parchalag'ili turdi. Qutlug' Yabg'u yana un chiqmasdan bir cho'chak sharobni birxili ko'taribdi. Billa g'izolmayli. Qutlug' Yabg'u uningga qarabmi qo'ymasdan yo'g'on bir parcha so'ngakni ilib g'ajalashga tutish qildi. Menga sharob qo'ymamsan. Sen sharobga bak o'ch emasmi? Yo'q, to'g'ri gap qilmading. Ishchidigan yerda ancha-muncha ichib qo'yganning ziyni yo'q. Bu qoqboshqa gap deb pag'il bo'lmamdi nima? Deb o'yladi Qutlug' Yabg'u va yeniga qo'yilgan sopol ko'mzakni ilib cho'chakka to'ldirib qo'ydi. O'zingimi qo'y. Qo'mondon uningga sal ajablangandek qarab qo'ydi. Yana qandoq o'yin ko'rsatmoqchi bu hiligar tulka? Shuning bilan Qutlug' Yabg'u o'ziga sharob qo'ydi. Sen qo'mondon bo'lsangmi, men sendan bir necha yosh cho'ng. Sen mening bir navri enim. Shunga ko'nglimda nima bo'lsa to'g'risini daveraman. Ba'zida quliqingga yoqmaydigan gaplarni qilib qo'ygan bo'lsam, ko'nglingga ep ketma. Bugun sening bilan birdan paranglashib o'ltirg'im kelib qoldi. Kela, ichib o'tayli. Shu gap bilan u qo'lidagi sharobni to'xtatmay ko'taribdi. Yaraysan. Mana shundoq erkakdek ish qilmamsan. U oldidagi cho'chakni bir ko'tirishdan quruqtab qo'ydi. Ishkaylan do'stona suhbatga tushib ketdi. Bo'libmi, qo'mondon Qutlug' Yabg'u maslahatchi kirishdan ilgari 3-4 cho'chakni bo'shitib, xeyli qizib qolgan bo'lg'achqa havaslanib so'zlab ketdi. Esingdimi Tüpek? Biz sening bilan sir tardoshlarga qarshi yurishgimi billa borgan. Keyin yana 3 qarliq to'pilingini bostirishdimi billa jang qilgan. Qaramoqqa yovashda ko'ringaning bilan mo'rt kelganda botir azimatsan. Shuning uchun seni hurmatlayman. Ba'zida yo'qolan ishlarga chepilib bilib, tishimni qerishtirsangmi, senga o'kti qopmadim. Bilamsan shuni? Bilaman. Agar sendan boshqa odam shundoq tishimni qerishtirgan bo'lsa, ko'k tangrining nomi bilan qasam qilamanki, tanobini tortib, ikkinchi mening oldimda ig'iz ocholmas qilib o'tatdim. Bunimi bilaman. Bo'ldi. Bu gapni qo'yib, sharob ichayli. Yo'q, endi ichmaymiz. To'la haddingdan ochma. Men qo'mondon, buni unutib qolma. Unutib qolmadim. Sen qo'mondon bo'lganliging uchun endi ichmasliging kerak. Ata Aloshanning qo'shini bilan uchrashimiz, balkim jang bo'lishi mumkin. Shunga qo'mondonning mingisi sagak bo'lishi, o'zi ho'shyor turishi zarur. Yana bilarmalikingni boshlading-ku. Vux seni.
Qutlug' yopg'u maslahatchini urib etadigandak alpozda hurkirab oldiga intildi. Lekin o'rnidan qopmadi va tishlarini g'uchirlatib ta'tir qaradi. Chiqib ket. Bugun mushiyada uxlayman. Darvaqa qorong'i tushib qolgan edi. Qo'mondon bilan maslahatchi yana bir dam gap tagishib, takollashib yetib uxlab qolishdi. Atsi atigandala maslahatchining qo'mondonni horoqdan cheklaganligining foydasi ko'rildi. Qutlug' yopg'u mayxo'rliqqa berilib ketganda atsi bir kun kechgacha beshi og'rib, o'rnidan qo'polmay yig'inab yotadi. Bu qitim undaq bo'lmadi. Anlushanning cheriklari qo'llari bog'langan qutatmish bilan yiliqi yosh qaroqchini ishga otqa mindirib, o'zlari bilan elib mangdi. Endi o'ladigan bo'ldim. Gap qilma. Qorong'i tushganda ochiq daladan qo'nalg'uga to'xtashdi. Qutatmish bilan qaroqchini yangidan tikilgan bir chedirning yeniga akilib, bir-biriga chetib bog'lab qo'yishdi. Qaroqchilik qilganga to'ydingmi? Dedi Qutatmish ixtiyorsiz qo'shilib qolgan bu hamrohiga do'q qilib. Qaroqchi javob qaytarmadi. Hey, seni bir yerda ko'rganda qilaman-ku. Yurt makoning qayerda? Bu odam yashamaydigan dalaga maxsus bo'lonchilik qilish uchun chiqqanmiding? Baribir o'ladigan bo'ldik. Sana rost gapimni aytay. Bizni sening kayningdan masmadar avatgan. U bizga seni o'ltirib etishni topshirgan edi. Nima deysan? Oshi o'tayotgan bag'riga yangidan ko'chib kelgan masmadarmi? U meni nima uchun o'ltirmoqchi bo'ldi? Men uningga nima yomonlik qildim? Nima yomonlik qilganini bilmayman. Biladiganim shuki, sen almoqchi bo'lgan qizga uning ko'zi tushgan. Qutatmishning yuragi qisilib ketdi. Otar qiz degan o'tliq nida uning og'zidan chiqmadi. Lekin butun vujudini kuydirib o'tgandek bo'ldi. Go'yoki uning ko'zlarini to'sib turgan quyuq tutak parda yo'qolib, ishning tegi-taktini ko'rgandek bo'ldi. U otar qiz bilan chatqonliqda so'zlashib turganda ushtum-tut oshi masmadar paydo bo'lib qolgan edi. Masmadar u yerga nima uchun borgan? Keyin boshqa bir kuni Qutatmish otar qiz bilan xo'shlashib qaytayotganda, yana shu masmadar bilan yuzma-yuz do'qurishib qoldi. Shu chaqda masmadarning o'zini tutishi, muomalasi hargiz do'stona bo'lmagan edi. Endi tushunishdik bo'ldi. Endi otar qiz qandoq bo'la? Qutatmish kechichi to'lg'inib, urib chiqdi. U qaysi vaqtlarda uxlab qoldikin, aytavur beqiniga tekkan qattiq tepikdan uyg'onib ketdi. Tong suzilgan edi. Anlushan qo'shuni yana yurishga otlandi. Quyosh xeyli egiz o'rlab, tanlarni qizdirishga boshlagan mahalda oldi tarafdan yana bir qo'shinning qarisi ko'rindi. Uyg'ur qo'shini! Jangga tayyorlaninglar! Hayal bo'lmay ikki qo'shin bir-biriga yaqin kelib saf tortishdi. Qutlug' yopg'u o'z qo'shinining oldida turadi. Hey, Anlushan degan nakas! Anglasam, ko'ranglab jahonga patma yuribsan. Mochi olsang, chiqa qini. Akan qarg'ayni tonib qo'y. Seni bilan birga bir ilish aylab keldim. Qilichingni yalang'achlab o'ttirg'i chiq. Mardni maydonda sinaymiz. Anlushan bu chaqiriqni to'liq anglamadimi ish qilib, Qutlug' yopg'uga javob qaytarmadi. Uning qo'shini butun saf bo'yicha ot selib hujumga o'tdi. Ikki qo'shinning saflari to'qinishdi. Qilishlar oftobda parqirab bir-biriga so'qildi. Odamlarning kuchab qilish urgandagi un selishlari, ot tuyoqlarining duppirlashlari bu odamsiz jimjit tolining ig'ir uyqusini buzib Her ikki tarafdan o'lganlar yiqilib, yordar bo'lganlar safdan ayrilib chiqishga boshladi. Shunday qilib, keskin elishishdan keyin ikki qo'shin o'z bargohlariga chekinib, orom elish, g'izalanish, o'lgan ham yordar bo'lganlarni bir yoqlik qilishdek ishlar bilan band bo'ldi. Shu asnoda Anlushan qo'shini o'rnidan qo'zg'alib janub tarafga, ya'ni o'zlarining turalg'usi tarafga yurib ketdi. Qutlug' yopg'u darhol qo'shin tartib, ularning orqasidan qo'g'lamoqchi bo'lgan edi, lekin nasihatchi tupak olib shul uni to'sib qo'ydi. Endi qo'g'lamayli.
ularning pistirmisiga tushib qolishimiz yoki texmo zo'r qo'shinga uchrab qolishimiz mumkin. Qutlug' yobg'u uning maslihatiga ko'ndi. Lekin achchig'iga paylamay yiroqlashib ketayotgan qo'shinning keynidan varqirg'ili turdi. Lushan! Qo'rqinchoq, qaytib kel! Men sening bilan birga-bir ilishmoqchi. To'xta! Bundaqla ketsang bo'lmaydi. Bir necha otliq askar Qutatmishni oldiga silib haydab kelishdi. Uni tutib oldik. Yo'q, sizlar tutib olmadinglar. Men o'zim keldim. Na'din kelding? Qutatmish bo'lgan voqeani tafsiliy so'zlab berdi. Jang boshlanganda Qutatmish bilan qaroqchi malomanchilikdan foydalanib qochib ketgan edi. Ular bir o'lik askarning xanjirini elib, bir-birining qo'llari bog'langan orqani kesdi. Ondan qaroqchi egsiz qolgan otga minib qochib ketdi. Qutatmish yugurib berib, yiroqdagi chatqonlikqa mo'kinib yotdi. Jang oyoqlashgandan keyin u Uyg'urlar tarafga qochib keldi. Onunga ot beringlar. Shu kuni kechga yaqin Qitallarning hukmdori Gurxon o'zining qabila va urug'larini boshlab bu yerga yetib keldi. Ular o'z ixtiyorlari bilan Uyg'ur xalqi tavalligiga o'tish uchun ko'chib kelmoqda edi. Minglagan ot uloqlar, cho'ng kichik harbilar butun atrofni qoplab ketdi. Kishilar oila bo'yicha ming varallarni haydab kelaverdi. 4-bob suiqasdchining hiylasi. Qutatmish bilan tutqunlikda birga bo'lgan yiliqi yosh qaroqchi hech yerda to'xtamay udul o'tgan tog'larga qaytib keldi. Masmadar o'zining tog' bag'ridagi chetirda uningdan bo'lib o'tgan voqeani anglagandan keyin ikki qo'li bilan uzun chachlarini changallab tutqunicha uzoqqa un chiqarmay o'ltirib ketdi. Yenimda Oran ikki odamni qoldirib, qolganlarning hammasini karvonni qo'g'lashga selib edim. Ulardan Oran bir odam tirik qopdi. Endi bu 3 odam bilan qandoq tirikchilik qilg'ili bo'ladi? Masmadari o'ylab oxiri bir qarorga keldi. U o'ltirgan yeridan irg'ib turdi-da, chiqib etini egalladi. Ina Chuktayi kigiz uyning oldida g'am bosgan qiyofatda yolg'iz o'ltirdi. Masmadar otdan tushib uningga salom berdi. Hol ahvol so'rashgandan keyin Masmadar so'z ochdi. Hozir janub tarafda Allushan degan sarkarda bosh ko'tarib chiqyotdi. U ko'kturuklar bilan so'g'dilarga panohlik berib kuch to'playotdi. Yaqindan beri bu atrofdagi ko'kturuklar shu tarafga ko'chib ketyotdi. Ras, men taniydigan bir muncha odamlar shu yoqqa ko'chib ketdi. Deb boshlang'ishdi Ina Chuktay. Kishilar davomli ko'chyotdi. Ko'chimiz bo'lmaydi. Ati o'gin bu yerdagi xallar Allushan bilan rasmiy urush qilib qolsa, qandoq bo'ladi? Bu yerlardagi ko'kturuklar omon qolarmi? Ha? Ina Chuktay hasratlik tortib, beshini tasdiqlagan tarzda lang'ishib qo'ydi. Bizmi ko'chaylar Ina Chuktay aka? Bo'lmasa, keyin pushaymonni oladigan qoch topolmay qolamiz. Ina Chuktayning beshi qotdi. Kishilik turmushda uchar qushlardek qanot qiqibli uchib ketgili bo'lmaydi-da. Qutatmish qaytib kelgandan keyin bir nima deyli? U menga kuyog'il bo'lmoqchi. Masmadari ko'ngliga bukib turgan asosli gapini amdi eg'izdan chiqardi. Qutatmish o'lib ketibdi. Yo'lda qaroqchilarning hujumiga uchrabdi. Bu ishni o'z ko'zi bilan ko'rgan bir kishi menga bugun bu xabarni yetkazdi. O dexe. 10 gülüning birimi ichilmagan yosh bola edi-ku. O safarga chiqib ketib, 10 kun bo'lganda otsi botasin boqa qazo topgan edi. Endi o'g'lim otsining kaynidan ketibdi-da. Bu nima degan ichinishliq fojia? Hay bechora. Ras, bak ichinishliq. Biroq Köktağrının hükmü şundak dursa, bizde nima amal? İsat. Botasın boqa obdan adam edi. Qutatmish mı? Yaxshi bola bo'lgan edi. Aytgandek, uzoqdan buyon saqliqqa bo'lmay kelayotgan Botasun boqa o'g'lini safarga uzatib qo'yib bir necha kundan keyin qizitmisi o'rlab qo'polmay qoldi.
Inachuktoy uni harbiga yotqizib o'z uyiga akilib oldi. Adar qiz har kuni uning osh tamog'ini etib, o'simlik dorilarini qaynatib ichirdi. Yaqin atrofdagi chorvachilar shamani chaqirib kelib peri o'ynatdi. Lekin hech nima kor qilmadi. Botasun buqining kesili kundan kunga ig'irlashib, oxir u mangulikka ko'z yumdi. Masmadar arsalda bo'lib, hasratlanib o'ltirgan Inachuktoyga qarab, hozircha mushinchilik deb turay, deb o'yladi-da xo'shlashdi. Qachon bu yerdan ko'chib ketishni loyiq topsangiz, birga ko'chaylik. Masmadar teshida o'ltirmagandek ko'ringani bilan ichida tut bo'lib turadi. Heliqi qutatmish degan bu yerga kelib qolguncha tezroq ketishim kerak, deydi u o'z ichida. Shunga u o'z chedirda xotirjam yotolmay, kechga yaqin Inachuktoyning kigiz uyiga yana keldi. Bo'ldi, ko'chaylik. O'ylab baqsam, bu yerda tortishqidek hech nimam qolmabdi. Adar qiz unsilib yig'lab ketdi. Sabr qiling singlim. O'lganning keynidan ketgili bo'lmaydi. Bu yerda turaverish bakli xatarlik. Biz Chang'an shahriga boramiz. U shundoq cho'ng, go'zal shaharki, ko'rsangiz hayron qolasiz. Necha vaqtdan tog' dalalarda o'tgan kuningizga istab qolasiz. Mana men sizlarni qo'g'dayman. Biz isil, hashamatlik imoratlarda turamiz. Yeligar qaroqchining so'z harakatlariga ko'pni ko'rgan Inachuktoymi, uning qizi Adar qizmi o'zlarining oq ko'ngillik tabiati bilan ishandi. Niyatimiz durust bo'lgani uchun ajdodlarimizning pok ruhlari bizga bir yaxshi odamni yo'liqtirdi, deb o'ylaydi Inachuktoy. Mehri oftobdek illiq shafqatchimiz o'may onamizning rahmi kelib, mushundoq mard yigitni menga qarindoshning o'rnida uchrashtirdi, deb o'ylaydi Adar qiz. Lekin u suygini qutatmishni yod etib, ichidan esilib yig'ladi. Kechalari uxlamadi. 2 kundala o'riqlab qaqshal bo'lib qoldi. Endi bu yerda turaverganimdan menga nima foydasi? Qutatmish yo'q. Endi nega borsammi, nada tursammi, men uchun baribir. Shundoq qilib, ular tun nisbida uy ta'alluqotini otlarga g'anjug'ilab, Masmadarning yo'l boshlashi bilan o'tgan bag'ridagi issiq makonni tashlab, yangi makon tepish istikida safarga chiqdi. Tunda yurish bexatar. Kunduzi boshqalar ko'rib qolsa, chatoq chiqishi mumkin. Qutlug' Yabg'u vazifasini muvaffaqiyatli o'rindab, qo'shinni o'tgan etikidagi yoyloqqa qaytirib keldi. U qitan ko'chmanlarni o'z himoyasi ostiga elib, Anlushanning parakandichilik to'ldirgan qo'shinini Sadichin sepilining u tarafiga qo'g'lab o'tkazibdi. Bu qo'shin bilan birga kelgan Qutatmish qo'mondan Qutlug' Yabg'uning ijozatini elib, o'tgan bag'ridagi o'z makoniga qaytib keldi. Baxtsizlik va qayg'u hasrat Qutatmishning beshiga to'p-to'pilab tushdi. U suiqasdchi Masmadardan qonli qisos elish niyatida oldirab yelimi uchqandek chepib ketayotgan etini yana qamchilab tog' ichiga kirgan edi. Bu yerdagi chorvachilardan o'ziga shafqatsiz zarbi bo'lgan hasratlik xabarlarni angladi. Uning otasi vafot bo'lgan. Ashu suiqasdchi Masmadar uning suygan yorini aldab elib ketgan edi. Qutatmish o'z umrida bundoq chidog'siz ruhiy zarbiga uchrab baxmagan. Bundoq zo'r baxtsizlikni his qilib baxmagan edi. U degandala beshi oylanib nima qilishini bilmay qoldi. Otasining vafotiga qayg'ursinmi? G'oyib bo'lgan muhabbatining iztirikini qilsinmi? U xuddi bayovondagi tikandek tanho o'zi qori yetim bo'lib qolgan edi. Haling nechuk deb so'raydigan jon kuyar bir qarindoshi yo'q. Qaysi ishni qanday qilish to'g'risida yo'l ko'rsatgudek bir sirdosh g'amguzari yo'q. Masmadar degan mal uni tutishim kerak. Adar qizni qutuldirishim kerak, deb takror ta'kidlaydi u o'z ichida. Biroq
Masmadar nagi ketdi? Odar qizni nagi elib ketdi? Qutatmish bu savolga javob topolmay o'rtanadi. Tik qiya tashliq tog'larni o'rib, kukun talqon qilib o'tkisi keladi. Jon achchig'ida varqirab, butun dunyoni ostin ustin qilib o'tkisi keladi. Masmadarni gilidan bo'g'ib, ujuqtirib o'tkisi keladi. Va holanki, bularning hech qaysisiga qodir bo'lolmay, o'z go'shini o'zi yegudek bo'lib ketdi. Qutatmish ana shu tariqada osh tomoqni-mu, hatto o'zining mavjudligini-mu unutib, 2 kunni talbilangan holatda o'tkazdi. 3-kuni u bir oz esini yig'ib oldi hamda zehnini markazlashtirib, Masmadarning zodi nagi ketgan bo'lish ehtimolini mulohaza qilishga boshladi. U tog' etikidagi cho'qchib chiqib turgan yo'g'on qoramtosh ustida tanho o'ltirib, cho'nqur o'yga patgan edi. To'satdan uning yenidala ot tuyoqlarining shapisi anglandi. Qutatmish ig'irlashgan beshini asta ko'tarib qaradi. Uning oldida yiliqi Anlushanning tutqunligida billa bo'lgan yosh qaroqchi uningga qarab turadi. Qutatmish o'rnidan sakrab turib, uning etining o'zangisidan tutib oldi. Xo'jayining qini? Masmadar qini? Ha? deb qattiq varqirdi Qutatmish. Shu tapda u bajoyidagi bu qaroqchini eti bilan qo'shib, pari-pari qilib o'tgudek g'azablangan qoplonga o'xshaydi. Halbuki beshidan issiq sovuqni to'la o'tkazgan bu kasbiy qaroqchi uningga pisand qilmadi. U Qutatmishning ko'zlariga tikilib qargan peti oldirmay so'zladi. U ketdi. U odar qizni otisi bilan birga ilib ketdi. Uning burundan ko'zlagan maqsadi shu edi. U allaqachon bu yerlardan ketdi. Nagi ketdi? Zodi nagi ketdi? Tez gap qil. Ular Chang'anga ketdi. Men u yerga berishni xohlamay qochib ketdim. Yana Alushanning qo'liga tushib qolishdan qo'rqdim. Chang'anga? Shundoq Chang'anga ketdi. Men sana shu gapni deb qo'yay deb keldim. Endi o'z yurtimga ketaman. Tug'lar daryosi bo'ylariga berib chorvachilik, ovchilik qilaman. Endi Masmadarga agashmayman. Shu gap bilan u etini devitib yurib ketdi. Qutatmishning yuragi qattiq soqib ketdi. Uning manzil nishoni oydinlashgan edi. Go'yoki uning put-qo'llari bog'liqdan bo'shtilgandek bo'ldi. Butun vujudi kuch-quvvatga to'lib ketgandek tuyuldi. Endi uni hech qanday kuchmu bu yerda tutib qola olmaydi. Chang'anga uning qalbidan ixtiyorsiz turda etilib chiqqan bu xitob tog'lar ichida aks sado paydo qildi. 5-bob Qo'rdonlik parizat. Mashhur Chang'an shahri. Qutatmish oq qashqiliq chilan to'riq etining tizginidan yetilab shahar ko'chalarini aylandi. Hozirga qadar yilqi beqib, ovchilik qilib, tog' va yoyloqlarda yashab kelgan yigit Chang'anni va umuman har qanday shaharni texi ko'rib boqmagan edi. Mana endi chidir shakllik o'g'sillarga kohish yotqizilgan hayvatlik imoratlarga, qator-qator rastalarga, bu yerlardagi turlik mol dunyoning shuncha ko'pligiga qarab hayron bo'ladi. Bo'libmi, ko'chalardagi odamlarning ko'pligidan u g'alidilik his qiladi. Bundaq yangicha muhitda u o'zini qandoq tutishni, nagi berib nada turishni onqirolmay yotsiraydi, bir oz qo'rqqandek bo'ladi. U atrofdagi yot kishilarga yiqib gumonsirab qaraydi. Bu kishilar xuddi uningga xiris qilayotgandek, uning mushi yolg'iz etini tortib oladigandek tuyulib ketadi. Shunga u so'l qo'li bilan otning tizginidan yetilsa, o'ng qo'li bilan yenidagi qilichini mahkam qisib tutib oldi. Halbuki qo'rqudek hech qanday ish yuz bermadi. O'tgan kechganlardan biror odammi uningga qarab qo'ymaydi. Hamma odam o'z halakchiligi bilan ovora edi. Ba'zilar rastalarda so'dilishadi. Ba'zilar yo'l bo'yidagi choyxonalarda ussizlik ichib o'ltiradi.
ba'zilar hech yerda to'xtamay o'z yo'liga ketaveradi. Ba'zilari otliq, ba'zilari piyoda, ba'zilar g'or bo'ladi. Qutatmish mushu yo'lovchilar ichida adar qiz, inachiktoy va yoki oshu suiqasdchi masmadarni uchirtib qolarman degan umid bilan hushyorligini bo'shashtirmay har yonga sap soladi. Lekin u yarim kun ko'cha aylangan bo'lsa-mu, ularni uchirta olmadi. Uning qo'rsiqi ochdi. Yerib hech holi qolmadi. Gugum tushay deb qolganda u bir oddiy karvon saroyiga kirib yotdi. U ikkinchi kuni noshtadan keyin darhol etiga minib yana ko'chaga chiqdi. U kirmagan ko'cha, mangmagan yo'l qolmadi. Lekin adar qizni topolmadi. Nurg'un kishilardan surishtirdi, so'radi. Hammasining javobi bilmaymiz, ko'rmadik degandan iborat bo'ldi. Qutatmish uda 10 kungacha Chang'an shahrining hamma bulung pushqoqlarini oqtirib adar qizni izladi. Yanala hech qanday natijasi bo'lmadi. Kunlarning o'tishi bilan uning ko'ngliga shak tushishga boshladi. Adar qiz rostila mushu shahardami emasmi? Masmador ularni yana qaysidir boshqa bir shaharga ilib ketganmidi? Yoki shu O'rxun vodisidagi boshqa bir yerga ketganmidi? Eliqi qaraqchi qasdan meni aldash uchun ularni Chang'anga ketdi deb qo'yganmidi? Hey. Qutatmish har qancha o'ylabmi bu savollarga javob topolmadi. Uning beshi chinqilib og'ridi. Ruhi tushib ketdi. Endi qanday qilish kerak? Dardman yigit pul qopchiqini og'tirib boqdi. Aran bir necha tal kumushtenga qolgan edi. Endi u muhabbatni emas, balki jon beqish masalasini o'ylab qo'yishi kerak edi. Otni sotaymi? Yo'q. Har qanday ahvol ostida otni setishga bo'lmaydi. Qutatmish g'am bosgan beshini sangalatib, Chang'an ko'chalaridan birida otliq ketib boradi. Ushtum-tut yondagi ko'chadan bir to'p otliq odamlar chiqib keldi. Mush yerda qo'rsoqni to'qib olaylik. Yanlarda qilich, xanjar osgan bu soqolliq va bo'rtiq odamlarni ko'rib, to'plashib turishgan bekorchilar ehtiyot bilan o'zlarini chetga elishdi. O'ng yenidan etiladigan apchil pashmat kiygan, uzun o'sib ketgan sochlari yelkanlariga chechilib turgan bu odamlar otlarni chetdagi lapas ostiga bog'lab qo'yib, to'rt atrofi ochiq, ravoq shaklidagi yostiq mayxonaga kirishdi va qora sirlangan yumaloq shiraga kelib o'ltirishdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Farhod Jilanning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Sizmi bizga o'xshashlar musofirkansiz. Ma'qul ko'rsangiz, biz bilan mush yerda birga turing. Al-Mushammo burun o'rdida xizmat qiladi. Shu chaqlarda u shu Yanguishve degan oliy to'qal bilan oshnadarchilik munosabatida bo'lgan. Sen Uyg'urmi? O'g'limni o'ldirib, oltin kumushlarimni bulab ketgan hayvonni tepibma. U sana o'xshash qansharliq, ko'zi yo'g'on Uyg'ur edi. Uni tepibma. Bugungi programmamizning diktorlari Dilnigar Hasan, Salihjon Ro'zahoji, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi.